islomni afyun deb, islomni zahar deb, islomga qarshi kurashgan tuzum qayoqqa ketdi? Bitta insonning umri yetmadi, 70 yil yo'q o'tib ketdi. Haqni insonlarga yetkazish yo'lida jonini fido qilganlar qayoqqa ketdi? Bizni va ota-bobolarimiz, ota-onalarimizni tarbiya qilgan bobolarimiz qayerga ketdi? Mulohaza qilaylik. O'lim narigi xonaga chiqadigan eshik. Ya'ni shunday xonaki, bu kichkina xona edi. Bu vaqtinchalik xona edi. 100 yildan keyin mana shu yerda o'tirganlardan nechtamiz tirik qolishimiz mumkin? Shoir aytgandek, bu bog'da ichida gullab yashnaganinglar bilan g'ururlanmanglar, ey gullar. Zero o'tgan yilgi chiqqan gullarda birortasi tirik emas hozir. Biz hozir gullab yashnab turganligimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.